Assalomu alaykum aka opalarim. Mashina bozorida yana jo'g'ari tarafda pasragini syomka qilyapmiz. Mashina rosa ko'p. Yana aytgan gabim, mashina narxi xeli tushgan. O'sha mashina rosa ko'p. Havo issiq. Havo issiq emasmi? Odam uncha yo'q. Savdo ham yo'q. O'rozachilikda. Bugun biz yana kelib syomka qilib sizlarga telyapmiz. Ko'rsa o'zingiz baho beringizlar. Bitta like qo'yib, kommentariyada zavqli bo'lasiz. 23 mart ekan bugun. 2025-yil mashinaga qarasa rosa ko'p. Qarang. Rosa mashina ko'p. Savdo pul bo'lsa, olib qo'ysangiz juda osonlar. Hamma mashina hozircha arzon. Xeyli bir 10 ming so'mdan farq qiladi, 5 ming so'mdan farq qiladi, shunday farq qilyapti narxi. Kim dekabr oyi, noyabr oyida qaraganda hozir shuncha arzon. Hammangiz dingiz sog' bo'lsin, ishlaringiz omon, kasbingizda daromad. Faqat video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyada yaxshi gaplarni yozinglar. Ko'rsizlarmi? Ko'rib baho beringlar.